Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Omonmisiz? Azizlar, sizlarning kanalimni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Mana ko'rib turganingizdek, bugungi sana 6-may 2026-yil haftaning chorshanba kuni. Azizlar, bugungi valyuta kurslari bilan tanishmoqdasiz. Iltimos, birinchi o'rinda qiladigan ishingiz, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang va videoga bitta like bosib qo'ying. Yaqinlarga tarqatishda bardavom bo'ling. Kommentariyada o'z iliq fikrlaringizni yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Azizlar, like uchun sizdan pul ketmaydi, like uchun bizga pul kelmaydi. Like video tarqalishiga sabab bo'ladi xolos. O'sha uchun, siz ko'ryapsiz. Hozir mana shu ko'rganingizdan birinchi qiladigan ishingiz like, kommentariy va obuna bo'lish bo'lsin. Azizlar, bu barcha beminnat xizmatlarimiz siz azizlar uchun. Shunday ekan, iltimos, kamtaron mehnatimizni qadrlab, bizni kuzatishda davom eting, biz bilan birga bo'ling. Bu kanal sizni bizga Xudo xolasa samimiy ishlaydi. Azizlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Hozircha xayrlashamiz. Keyingi videolargacha deymiz. O'zingizni ehtiyot qiling.